Assalamu alaykum qarindoshlar. Ulug' Ramazon oyining oxir kunlari turibmiz. Alloh taolo Ramazon oyi bo'yicha qilgan barliq amal ibodatlarimizga haslab ajr bersin. Bu ulug' oydan gunohlarimiz mag'firat qilingan holatda chiqishni nasib qilsin-ki, payg'ambar alayhisalom duo qilgan badbaxt kishilardan bo'lib qolishni saqlasin. Allah Taala peygamberimizning peygamberlik vazifasi bilan sharaflantirgandan keyin Makka mushriklarning shuncha qarshi chiqib har turli dushmanlik qilishlariga qaramasdan taraf-tarafdan payg'ambar alayhisolamning xabarini anglab iymon etish uchun kelgan kishilar bo'lgan. Shularning qatoridan Habashistondan kelgan Umak. Bu Umakning hikoyasi mundaq. Makkadagi qiyin-qistoqlarga bardoshlik berilmagan musulmonlar Habashistonga hijrat qilgandan keyin Habashistonda payg'ambar alayhisolamning payg'ambarligi ve qilayotgan da'vat haqida nihoyat tezli xabar tarqalgan. Shuning bilan 20 ga yaqin xristianlar Umaki masalaning mohiyatini tekshirib ko'rish uchun Makka ga kelgan. Ular payg'ambar alayhisalom bilan ko'rishgandan keyin masjidda o'tirib payg'ambar alayhisalomdan bir bo'lik savollarni so'ragan. Payg'ambar alayhisalom ularning savollariga tegishli javoblarni berib bo'lgandan keyin ularni islomga da'vat qilgan hamda Qur'on Karimning bir qism oyatlarini tilovat qilib bergan edi. Ular Qur'on oyatlarini anglash bilan o'zlarini tuta olmay yig'lab salgan va Rasululloh Allohning kalomi ekanligini tasdiqlab shu yerda aytgan. Bu asnoda Makka mushriklari qiziqishib atrofga to'plashgan edi. Ular payg'ambar alayhisalomning qishidan chiqqandan keyin Abu Jahil boshliq bir qancha Makka mushriklari ularni yo'l ustida to'silib qattiq malomat qilishga boshlagan va ularga sizlar nihoyat sho'rpeshona odam ekansizlar. Sizlarning e'tiqodinglar aslida sizlarni bularning ahvolini uqib to'g'ri xabar olib kelishga buyurgan edi. Ammo sizlar ularning endi o'ltirmaylar o'z dininglarni tashlab uning iymon etdinglar. Biz sizlarni bakrak ahmoq odamlarni uchirtib boqmagan deyishganda ular bizning ishimiz o'zimizga, sizlarning ishinglar o'zinglarga, sizlarga amonlik bo'lsin. Biz nadallat yo'l tutishni xohlamaymiz degan javob bilan yo'liqmagan edi. Alloh taolo mushu ahvolni tasvirlab sura Qasasning 55-oyatini nozil qilgan edi. Alloh taolo bu oyat shunday deydi: "Va iza sami'ul lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna va lakum a'malukum salamun alaykum la nabtaghil jahilin." Ular bihud so'zlarni anglaganda uningdan yuz o'rib, ya'ni quloq solmay bizning amallarimiz o'zimiz uchun, sizlarning amallaringiz o'zinglar uchun, sizlarga amonlik bo'lsin. Biz nadallardan do'stlik tilamaymiz deydi. Habashistondan kelgan o'maklarning mushriklarga bergan javobi amaliyotda ularning muxotib bo'lishga arzimaydigan nadon kishilar ekanligini bildiradi. Chunki shuncha ro'shan haqiqatga bo'yintovliq qilgan kishilardan nadon kishilar bo'ladimi? O'zining ichidan chiqqan Allohning payg'ambari ularga haqiqatni tushundirgan bo'lsa-mu, erimagan qalbi ularning tushundirishi bilan eritdimi? Demak, hidoyat inson o'zi xohlab erishadigan emas, balki Alloh taolo inom qilgan katta ne'matdir. Oyatning davomida bu haqiqatni aniq ifodalagan bu oyat nozil bo'lgan. İnneke la tahdi men ahbabta velakinnalloha yahdi men yasha ve huve a'lemu bil muhtedin. Şübhisiz ki sen xalqan adamını hidayet qilolmaysan. Lekin Allah o'zi xalqan adamni hidayet qildi. Allah hidayet qiluvchini obdan biladi. Buxoriy va Muslimning rivoyat qilishicha bu oyat payg'ambar alayhisolamning tog'asi Abu Talib haqida nozil bo'lgan bo'lib, hammamizga ma'lum bo'lgandek Abu Talib payg'ambar alayhisolamni kichkidan o'zining bolalaridan a'lo bilib yaxshi ko'rib jon qilgan. Payg'ambarlik kelgandan keyin mushriklardan qo'g'dib himoyasiga olgan edi. Afsuski u kishi hidoyatga muyassar bo'lmay bu dunyodan ketgan edi. Abu Talib sakratga tushib qolgan vaqtda payg'ambar alayhisolam tog'asini iymon etishga shuncha da'vat qilgan bo'lsa-mu, Abu Talib qavmining dinida vafot bo'lgan. Alloh taolo payg'ambar alayhisolamning buning uchun intayin qayg'urganligini ko'rib bu oyatni nozil qilgan edi. Alloh taolo payg'ambarlarni insonlarning to'g'ri yo'lda menishiga vasila bo'lsin uchun aytgan. Ularning o'zi xohlagan, yaxshi ko'rgan kishilarni hidoyat qilish uchun emas. Agar hidoyat payg'ambarlarning ilkida bo'lsa edi, payg'ambar alayhisolam o'zini mushriklarning ziyonkashligidan himoya qilgan. Qiyin kunlarda yeni tog'dek mustahkam turgan ana shu tog'ni hidoyat qilgan bo'ladi. Buningdan shuni ko'rib olamizki, hidoyat butunlay Allohning ilkida. Hidoyat ne'mati urug' tuqqanlik, qavm qarindoshlik munosabatga asosan emas, balki insonning qabul qilish yezimchanligiga, iqtidoriga, tayyorligiga, ixlos va haqso'yarligiga binoan ato qilindi. Aziz qarindoshlar, ulug' oy, ulug' kunlar turibmiz. Alloh taolo hammamizni hidoyatda mustahkam qilsin, to'g'ri yo'ldan ayirmasin. Farzandlarimizni va o'zimiz yaxshi ko'rgan kishilarimizni to'g'ri yo'lda mustahkam qilsin.